umr qanchadir vaqtni o'ziga oladi. Uni biz bilmaymiz, Alloh o'zi biladi. Yo'l, hayot yo'li degan gap bor, hayot yo'li. Hayot yo'limizni qanday bo'lishi o'zimizning niyatimizga bog'liq, mehnatimizga bog'liq. Mana hayot yo'lini men endi atigi 86 ga o'tyapman. 86 yildan buyon hayot yo'li bilan yuribman. Shu paytgacha shukrki faqat yaxshi odamlar bilan uchrashdim. Yaxshi odamlarning fikrini o'rgandim. Yaxshi odamlarning qo'lida tarbiya oldim. O'qituvchilarim, ajoyib o'qituvchilarim bor edi. Oshna og'aynilar, do'st birodarlar. Buxoro noyob shaharlardan bittasi. Bizni vatanimizda bunaqa ziyoratgoh joylari ko'p, shaharlar ancha. Shulardan biri Buxoro. Men Buxoroni farzandi bo'lganimdan faxrlanaman. Men Buxorodan ketganimda 57-yil edi. Bor og'aynilarimiz, men bilan birga o'qigan o'quvchilardan bor, ishlaganlar bor. Tanish bilish degan narsa bor. Bularning hammasini o'zi bo'lmasa ham o'sha davrdagi ota bobolarimizni, ularning farzandlari bor, nevaralari bor. Ular ham men uchun qadrli. Men ularni ko'rsam, ota-onasini ko'rganday bo'laman. Qachon Buxoroga kelsam, birinchi ziyoratdan boshlayman doim. Naqshbandiy hazratlarini ziyoratgohlariga kelib, u kishini ziyorat qilishdan boshladim. Bu dargohdan men doim xursand bo'lib ketaman. Ko'nglimda qancha yaxshi ezgu niyatlarni bosib kelaman. Oromitan rayoniga kirib kelyapmiz. Mana bu yer, bu ko'prik Shoriqulboy boyni ko'prik qurgani. Bu taxminan 1913-yillarda tugatilgan. Mana shu inshoot, ajoyib inshoot. Oromitan rayoniga kirishda avval birinchidan keladi. Bu yerda biz tug'ilib o'sgan hamma odam ziyoratiga kelib ketishadi. Vaqtida masjid va madrasaga o'xshab shu obidani ham yo'qotishga harakat qilishgan edi. Men o'ylaymanki, bu ko'prik hali xalqimizga, yurtimizga xizmat qiladi.
Mana ayronchi man tug'ilgan qishloqqa yetib keldik. Xudoga shukr. Mana shu qishloqning ahvoli butunlay o'zgargan. Avval bunaqa joy yo'q edi. Bu qurilishlar, bu binolar bo'lmagan. Ota uyi mana shu joy. Binolar o'zgargan. Vaqtida bunaqada kichkinagina darvozacha bo'lardi. Zo'rg'a turadigan. Mana shu joyda men tug'ilgan uyda hozir jiyanlarim yashaydi. Hammasi shu qishloqda yashab o'tgan odamlarning avlodlari. Ana mayli. Sarlajon, men 100 marta ko'rishga roziman sizdan. Rahmat. Do'stim. Rahmat. Mana bu odam menga qarindoshlarning qarindoshi. Sog' bo'l, salomat bo'l. Rahmat. Mana bu hovli butunlay boshqa hovli bo'lgan. Bunaqa sharoitlar umuman bizda bo'lmagan. Bitta xonadon, bitta madon mana shu yerda bo'lgan. Chiqishda boshqa bir narsa yo'q edi. Bitta daraxt o'sardi xolos. Eski tut daraxti bor edi. Mana shu yerda tug'ilganimiz, demak 40-yilda, aprelda shu yerda tug'ilgan ekanman. Onam rahmatini aytish bo'yicha bahorida yomg'ir yog'ayotgan edi derdi. Homidjonman. Jumabekman. Jo'nimdasiz. Live yuzga kiring. Homidjon, sog' bo'ling. Rahmat. Yaxshimisiz? Hozir kelin, Olimjon, Ulug'bek qizlar Hammasi sog' salomat. hammalar yaxshimi? Rahmat. O'zingiz sog' salomatmisiz? Rahmat. Hammasi joyidami? Hammasi joyiga. Sizning poy qadamingizga hammasi yaxshi. Shu rayonda xizmat qilganni chegarasi yo'q bu odamni. Maktabni necha yil boshqardingiz? 35 yil. 35 yil maktabda ishlab boshqargan. Matematikani ajoyib biladigan odam edi. Bizni domlalarimizni hammasini hurmatiga ega bo'lgan. Ba'zan sizni tushimga ko'rib turaman. Keyin bolalar sizni televizordan ko'rsa, dada, amakim jo'ragingizni ko'rdik, tadbirlar qatnashasiz. O'shaniga sizni turni bo'ladi. Meni so'ragani, sizni so'ragani, sizni so'ragani, meni so'ragani biz bir. Meni bolaligim 2-jahon urushi davriga to'g'ri keladi. Urush boshlanishidan oldin 40-yil aprelda tug'ilganman. Urush tugaganda ham urushdan keyingi davram o'sha davrda davom bo'ldi. Og'ir, xalqimizga juda og'ir davr. O'sha davrda xalqimiz shu tashvishlarga chidab yashadi. Biz yoshlarga, bolalarga e'tibor berdi. Hayot murakkabligiga qat'iy nazar qancha bola bo'lsa, shuncha bolani asrashga harakat qilishdi. Yeyishga narsa topilmas edi vaqtida. Esimda bor, qo'shnilarimiz 2 aka-uka bor edi. Umuman maktab bormagan. Maktabga borishga sharoiti yo'q edi. Kiyimi yo'q edi. Oyoq kiyimi yo'q edi. Qishda uydan chiqmas edi. Xuddi shunaqa sharoitda yashaganmiz. Lekin shunga qaramasdan xalqimizni ahilligi, bir-biriga e'tiborligi natijasida bolalarimiz ko'pisi o'sib oxirigacha ulg'ayib yashadi. Chiqib og'ir davrlarni boshdan kechirdik. 47-yilda maktab boshlandi. Qishloqda bitta xonaga bir 15-20 ta bolalarni yig'ib, 1-sinfda o'sha yerda o'qiganmiz. To 4-sinfgacha bitta hovlida, kichkina hovlida yashaganmiz. O'shanda ham ilmga intilish, bolalarimiz o'qimishli bo'lsin deydigan otalarimiz ko'p e'tibor berardi. Maktabga bor, maktabga qara. Esimda haligi yozuvda, chiroyli yozuvda qattiq talab qilishardi. O'qituvchilarni haligi javobgarligi kuchli edi.
tartibga katta e'tibor berardi. Rayonni biza 4 yoshda bo'lganda ko'rganmiz. Rayonni qanaqa bo'lishini bilmas edik. Mana shunaqa qilib yoshligim o'tdi. Urushdan keyin texnikaga e'tibor boshlandi. Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish boshlandi. Traktorlar paydo bo'ldi. Elektr yo'q edi hali. Elektr yo'q edi shu paytlar. Aloqa, telefon yo'q edi. Lekin shunga qaramasdan mutaxassis bo'lishga intilganmiz. O'qituvchilardan so'ralgan, ko'pchisi o'qituvchi bo'laman degan, ko'pchisi haligi qishloq xo'jaligiga ishlayman degan shu narsalar bor. Menda ham rahmatli dadamning fikri bo'yicha men baquvvat odam bo'lmaganman, salomat, ojizlikroq bo'lgan, shuning uchun qishloqqa turib dehqonchilik bilan shug'ullanishim kerak degan edi. Lekin hayot shunaqa ekanki, 10-sinfga o'qiganda rayonga keldik, yangi o'qituvchilar keldi. Hammasi ajoyib o'qigan yigitlar. O'qishga e'tibor, ilmga e'tibor, haligi darslarga yaxshi munosabatda bo'lib, yaxshi qatnashish, bir-biriga e'tibor berish, kechqurunlari birgalashib o'tirib tayyorlashish. O'sha uchun hammamizda ko'nglimizda bir mutaxassis bo'lish. Mana o'sha 57-yil iyulida Politexnikaga kelib, haligi ekzamen topshirib, siyosatga katta konkurs bo'lsa ham harakat qilib, ochig'ini aytsak, juda yaxshi o'qiganmiz. Davlat xavfsizlik xizmati ko'p qirrali, juda mas'uliyati baland, e'tibori ham katta. Endi yaxshi tomonlari juda ko'p. Odamni tarbiyalash nuqtai nazaridan, odamni ilmga intilish nuqtai nazaridan, odamni imkoniyatlardan to'liq foydalanish nuqtai nazaridan, hayotni o'rganish nuqtai nazaridan, yoshlarga e'tibor nuqtai nazaridan, mutaxassislarga e'tibor nuqtai nazaridan juda katta e'tibor beradi. Odamni sifati o'zini ichida, tarbiyasida, hayotida, avlodini nima kimligida. O'shaqa odamni, uni otasi undaqa rais o'g'li ham biz bilan ishadi. Birinchi sekretarlarning ham o'g'li ishadi. Men ularning ichida ajoyib insonlarni bilaman. U odam yuridik, matematik, filosofiya ko'p o'qirdilar, bilardilar. Hatto nima bo'lishi, nima qo'yishi biza aytardiki, laqablari bor edi, akademik все знает. Hamma biladi bu akamiz. O'shaning uchun to'g'ri borish, biladigan maslahat deb so'rash kerak edi. Juda katta krugozorlari juda katta edi. Hozir ham shunaqa. Bilaman, ko'p odamlarga yordam qilganlar. Men mana bir marta bunaqa bo'lib, o'zlari boshlarida ko'p o'tgan. Ishlagan joylari hamma yoqda shogirdlari bor. Hamma yoqda. Hech qachon yomon gapirmagan ular. O'zlari shunaqa yomon bo'lishi mumkin emas bo'lganlar. Yomonlik boshlariga tushgan bo'lsa ham o'zlari hech kimga dod deb gapirmaganlar. Juda yumorlarni yaxshi biladilar, shaxmatni yaxshi biladilar. Jumaboy Rajabovich bilan знакомы с осени 1984 года. Jumabek Rajabovichni 1984-yilning kuzidan buyon taniyman. Buxoro viloyatiga mas'ul vazifaga ishga kelganman va ish yuzasidan tez-tez uchrashib turganmiz. Menda juda yorqin ta'sirot qoldirganlar. Negaki, insonga juda e'tiborli, samimiy, katta hayotiy tajribaga ega, qilgan barcha yaxshiliklari uchun ham hamisha qadrlilar. Mendan 10 yosh kattalar. Ko'p narsani ulardan o'rgandim. Bu inson Xudodan menga yuborilgan bir in'om deb bilaman. Har bir masalaga sinchkovlik bilan yondashib, ipidan ignasigacha o'rganadi va shogirdlaridan ham shuni talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmati tizimida uzoq yillar fidoyilik bilan mehnat qildilar. Mamlakatimiz mustaqilligini mustahkamlash, tinchlik osoyishtaligimizni saqlash yo'lida jasorat ko'rsatib, davlatimizning yuksak mukofotlariga, xalqimizning hurmat e'tiboriga sazovor bo'lganlar. Bugun ham yoshlar bilan uchrashib,
ularga o'z tajribalarini o'rgatib kelmoqda. Как получил, а как вот пожил. Hozir ham bizga ishga keladigan yoshlarimizni bizga xizmat qilib davlatni muhofazasini ko'ngildan bajaraman deydigan dili pokiza odamlarni olish kerak bo'ladi. Aytamizki, boylik orttirma, ilm orttir. Hayotga ilmdan boshqa narsa emas. Boylik keladi. Men bir nechta haligi chiqishlarda men akademiyasini tugatgan paytlarda bordim, uchrashamiz, gaplashamiz, chaqirishadi. Endi hamma narsani aytishga ularga ulgurmaysan, lekin ko'zlariga qaraysan, o'zlariga qaraysan. Tanlab olingan, baquvvat, kelishgan, gapni ham bilishadi. Shu uchun yoshlarimizga ilm olish, kitob o'qish, oilasini hurmat qilish. Oila tinch bo'lmasa ishlay olmaydi. Men uni ko'rdim, men oilaliman, 4 ta bolam bilan qayerga bordim. Juda ko'p joylarda bo'ldim. Bugun Samarqanddasan, erta Buxoroda, indini Andijonda va boshqa ish buyurilishga bog'liq. Shu uchun oilang shu narsaga tayyor bo'lishi, tushunishi, sen bilan birga borib seni qo'llashi va hokazo. Men u narsani boshidan o'tkazdim. Bu narsa juda kerak narsa. Uyga charchab, qaysi kayflardan kelgandan keyin uydagi muhit ishga ta'sir qilmasligi kerak. Davlat xavfsizligi organiga ishlaydigan odam hamma ilmlardan qanchadir darajada xabardor bo'lish kerak. Filosofiyani bilish kerak, tarixni juda chuqur bilish kerak. Asosiysi ko'nglida odamni, insonni hurmat qilisha bilish kerak. O'sha uchun tergovda doim xalq tarafdorida, haqiqat tarafdorida, adolat tarafida bo'lish kerak. To'rtta farzandim bor, 2 ta qiz, 2 ta o'g'il. Hammasi oliy ma'lumotli bo'ldi. Shuni e'tibor olingki, men oliy ma'lumotli bo'lishga yo'nalishni o'zlariga tanlashga berganman. O'zlari har qaysi o'z ixtiyori bilan. Oila qildi, bolalari bor. Haligi nevarali bo'lishdi, даже men yoshim ancha katta. Haligi bolalarim bobo bo'ldi. Shu uchun men xursandman. Bu narsalarning hammasiga erishganim rahmatli ota-onamning fikri. Ularning bizga bo'lgan munosabati. Hech qachon nima deydi, o'zingdan ketib qolma. Bolalarning tarbiyasi bu butunlay nazorat qilish degan narsa emas. Men bolalarimda o'zimni pocheriklarimni ko'raman. Tabiatga munosabat, insonga munosabat, hayotga munosabat, odamning taqdiriga munosabat. Мой папа это по моей жизни для меня считается идеалом. Hayotimdagi mukammal inson bu dadam. Ularning insonlarga, ishga, oilamizga, onamga, farzandlariga bo'lgan munosabatlari qanday inson ekanliklarini ko'rsatadi. Dadamga o'xshash jihatlarim ko'p. Otam o'ta talabchan va qat'iyatli. Shunday bo'lishiga qaramasdan bizga hech qachon qattiq gapirmaganlar. Ko'pchilik bilmagan, men Jumabek Murod Rajabovichning qizlari ekanligimni. Ma'lum vaqt o'tgandan so'nggina bilishgan va hayratlanishgan. Bilasizmi, ularning qizlari bo'lish juda katta mas'uliyat. Men uchun faxr va imtihon. O'ylaymanki, undan yaxshi o'ta olyapman. Shunday deb umid qilaman. Я думаю так. Bu joy Labi Hovuz deb hammaga dunyo mashhur. Kim Buxoroga kelsa, Labi Hovuzda bir kelib, bir piyola choy ichmaguncha ketmaydi. Buni choyini mazasi boshqacharoq. Bu yerga kelib o'tirib dam olib ketganlarning umri uzoq bo'ladi. Stadion degan narsa yo'q edi. Bir shug'ullanadigan bolalarga joy yo'q edi. Shu uchun kurash bo'yicha kurash ketayotganda shu yerda stadion qilib o'tirib skameykalarga haligi kurashni ko'rishgan edi. Mana dunyoni qarang, zamon o'zgardi. E'tibor, mustaqillik sharofati bilan boshqa joylarda bo'lgani kabi bu yerda ham zamon o'zgarganini ko'rinib turibdi. Shu yerda ko'p yashadim, ko'rdim. Shu yerga kelsam, o'zimni yoshlardek sezaman, yoshargandek sezaman. Qanaqadir ruh qo'shiladi. Shunga qaramasdan men atrofga qarab, dunyoni qayerdan bu yerga odam kelmaydi. İngiliz ham bor, fransuz ham bor, arab ham bor, Eron ham bor, turk ham bor, hammasi bor. Hammasi bir-birini tushunadi. Baxt o'zi bo'lmaydi. Baxt mehnat bilan bo'ladi, ilmni egallash bilan bo'ladi.
dunyodagi texnologiyalarni qo'llay bilish qobiliyatiga ega bo'lishdan talab qiladi. Bolalar bilan uchrashganimizda ularga tushuntirishimiz kerak. Bu zamon bo'lmagan, bu boylik, bu kenglik, bu imkoniyat. Prezidentimiz Shavkat Miromonovichni rahnamoligida qancha o'zgarishlar bo'ldi respublikamizda, hamma oblastlarda. Yo'llarni qarang. Toshkentda bu yerda 1-2 soatga, 1 soatga kelyapmiz. Vaqtida bir haftalab yurilgan. Shu uchun biz shukronalar aytishimiz kerak. Allohimizga bizga yana yaxshi natijalarga erishishni so'rashimiz kerak. Xalqimizning kelajagi porloq. Chunki mehnatni biz yaxshi ko'ramiz. Men 33 yil davlat xavfsizlik xizmatida xizmat qilganman. U yerda ham yoshim kattaligida kirganman. Men undan oldin ancha ishlaganman yana. Shu uchun davlat xavfsizlik xizmatiga mehnat qilgan faxriy sifatida birinchi ko'nglimda biz bilgan bilimlarimiz, bizni tajribamizni yoshlarimizga berishni xohlayman. Kutilmagan savollar berishadi. Men ham ulardan bir narsa olaman, ularga ham men bir narsa beraman. Asosiysi menga ishonch komil bo'ladiki, bizning kelajagimiz o'sha yoshlar kelib o'tganlarning o'rnini bosadi. Oddiy askar bir xil paytda generaldan ko'proq xizmat qilib qo'ygan bo'ladi bir xil joylarda. Lekin unisi ham kerak. Haligi katta mansabga, katta darajaga ega bo'lish kerak. Og'ir narsa, murakkab narsa, bunga chidash kerak. Yo'lni bosib o'tgan odam biladi.